Yıllık bəxt tilayman. Hürmetinglar bulsun ziyade. Düşmaninglar qalsun piyade. Salam yollab menmi bu yerde. Yeni yıllık bəxt tilayman. Yeni bir yıl qo'shildi yaşqa. Ne qismatlar keldi bu boshqa. Yurak tashna, ko'ngil ayashqa. Yeni yıllık bəxt tilayman. Yuyup etip adavetlerini, keçirip etip senpen degenni, unutup tamam köngülsüzlükni, yeni yıllık bəxt tilayman. Ecel degen nişansız bir ok, atidaymiz kim var kimler yok, qilsun aql dillarni yo'ruq, yeni yıllık bəxt tilayman. Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlarım, yeni yılınız mübarek olsun. Bu yeni yılda tinimizning sağlam bo'lib qolmasdan, ruhiyatimizning sağlam bo'lishini umid qilib, bu yeni programmani boshladik. Etrafımızda biz Uyg'urlarning psixikasi yaxshi emas degan so'zlarni ko'p anglaymiz. Amaliyotda buning sabablari har xil bo'lsa-mu, ko'pincha asosiy sabab vatandagi ishlar va vatan sevginishi. Shunga muhojiratdagi mening nazarimdagi aktiv energiyalik ve ümit qarindoshlarım bilan suhbatlashish orqali ruhiyatimizga ozroq bo'lsa-mu malham bo'lib, ruhiy saqlamligimiz yaxshi bo'lganda badanning immunit kuchi tabiiy holda yaxshilanadi. Shunga yaxshi ruhda, yaxshi tan deganimizdek, umidsiz yashsaqmi bir kun o'tadi. Umidlik yashsaqmi bir kun o'tadi. Shunga umidlik aktiv energiyalik yaşashga tirishaylik. Tan saqliq aktivlari birinchi soniga mening tangtushim, do'stim, Harvard Universiteti bitirgan iqtisodiy fanlar doktori Qaysar Mijit efendimni taklif qildik. Mening Qaysar muallimni tanlashimdagi sababni tuvandagi suhbatimizdan anglagaysizlar. Telefonning texnik sababidan ben aldırmaya çıkıp saptım. 50 sekundlardan keyin çıktı ekanman. Qani suhbatimizga marhamat. Assalomu alaykum Qaysar Mijit efendim. Tan saqliq kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılınız mübarek olsun. Aleyküm assalam doktor Mehmetcan Qurban. Yeni yılınız mübarek olsun. Rahmat. Bu yeni yılda yeni qadamlar bilan besish uchun tinimizning sog'lom bo'lishini hamda ruhiyatimizning sog'lom bo'lishini o'ylab, mening etrafımdaki, mening ko'nglimdagi aktiv energiyadagi qarindoshlarımni shu tan saqliq kanaliga taklif qilib, boshqa shu muhojiratdagi qarindoshlarga ozroq bo'lsa-mu ruhiy oziq bo'lsin deb bu programmani loyildim. Bu tan saqliq kanaliga vaqt chiqarib kelganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Sizdan bir qancha savollarni so'rasam, özünüzü köpçülükке tanıştırış arqali bir başlasak programını. Bo'ladi. Mehmetcan Qurban, mening tangtushim. Oldi bilan sizlarningki sog'lomlik qonuni yechib, salomatlik bilimlari haqida, shunaqla shu psixik bilimlar haqida ko'pchilikka, qarindoshlarimizga uchur bilim taqdim etganlarga tashakkurimni bildiraman. Men sizlarning qonunlarga abonenti, a'zosi. Buncha anglayman sizlarningki foydali gap so'zlaringlarni. Çünkü ilim degan aşındaq narsa o özümüz izlab tanlab bilmasak, anlamasak bo'lmaydi. Endi sizlarningki mening o'zimni qisqacha tanishtirish masalasiga kelsak, buni bu yil 5-oydan Turkiyadagi Uyg'ur sistem gruppasi bir so'zlatgan, mana shular bilan suhbat qilgan 1,5 soat. Men odatda bak jiq gapni muxolif ketmayman. O uzun bir bo'lgan 1,5 saatlik bo'lgan. Shunda men tafsilli degan, masalan, nerede tug'ildim, qanday nerede o'sib yetildim, hozir ahvolim degandeklarni. Shunlashqa men masalalarning kanalda o'xshash deyilgan uchurlarni yana deb angluvchilarni albatta buni hammadan anglamaydi, ammo shu qiziqadigan, so'rab, salomatlik qiziqadigan, yangilik intiladigan, bilimga intilgan kishilar anglaydi. Shunday bo'lsa ularning vaqtini isrof qilgim yo'q. Shunga ashnodan ko'rvasi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat, kamtarligimiz mishadan chiqib turdi.
Demismi sizni ko'pchilik qarindoshlar ko'pincha o'ylab taniydi, ammo tunmaydigan qarindoshlarmi shu kanal orqali tag'imdimi yaxshi tunivasa deb o'ylagan. Rahmat sizga. Andan keyin bu ikkinchi savolim sizniki shu vatandan tortib sizning yozmalaringizni ko'pchilik qarindoshlar foydalanib keldi. Nayt isil yozmalar yazsiz. Ammo shu yozmalaringizning ko'pinchisi nayt aktiv energiyalik odamga umid bag'ishlaydi. Bu yerda sizdan so'raydigan savolim shu siz oila, xizmat, kishilik munosabat va ruhiy sog'lomlik jihatlarda bu to'g'risida o'ylaganlaringizni va tadbirlaringizni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Menimcha bizni nima cho'ng qildi desa, ishimizning cho'ng'ishiga ergishib, yillarli cho'ng qilmadi, bizning kashmishlarimiz cho'ng qildi. Ya'ni biz o'qish jarayonida yaxshi o'qiymiz dedik, yaxshi o'qisak, yaxshi oliy maktab o'tdik. Andan keyin o bilimga qanoat qilmadik. Texnik erkin dunyoda nafas olish uchun, ko'proq narsa elish uchun, o'rganish uchun bu yerlarga keldik. Cho'ng muhojir bo'lib qoldik. Bu jarayonda albatta nurg'un nurg'un kishilarga o'xshash sarguzashtlarni boshdan kechirdik. Ya'ni muhojirlik hayot bir jafoga, qiyinchilikqa, yolg'izlik, tanholikqa shunday to'lgan bir kun. Ya'ni bizning oldimizda nurg'un mushkulliklar bo'lib o'tdi. Hammalarning shunday bir o'rtaq hikoyasi bor. Albatta biz xos hikoyalarimiz bor. Bu xosligimiz bizning ma'lum bir ishlarda qo'lga keltirgan natijalarimizda ifodalanishi mumkin. Bu jarayonda mening his qilganlarim shu 20 necha yillik chet el hayotida his qilganlarim shu odam oilada cho'qim oilaga mas'uliyatchan bo'lib, mas'uliyatchanlik degan vaqtda masalan bizning Uyg'urlarda bir gap bor, erlar deganning yelkasi kang bo'ladi, ya'ni yukni jiqroq ko'taradi. O'yinki to'g'ri bo'ladi, o'yining hammasi bo'ladi deydi. Aileviy munosabatlar shunday qilib, mehrimizni oilaga bersak, oiladan biz xotirjamlik topamiz degan gap shunday. Farzandlar ammo muvaffaq shuning uchunlik mehr-muhabbat, hurmatni ko'radiganimiz bu bir. Hani shuning bilan birlikda biz o'zimiz yashab cho'ng bo'lgan tuproqdan ayrilib, yo'da tuproq deganda tabiiy tuproq emas, ijtimoiy muhit, ijtimoiy tuproqdan ayrilib, boshqa yo'chun bir yerga keldik. Ya'ni bu yerda madaniyatlarimiz o'xshamaydi. Biz yashab cho'ng bo'lgan odam bilan odam o'rtasidagi munosabat nihoyat qizg'in, mehr-muhabbatlik bo'lgan bir hayotdan biz yo'chunda odamlarning shaxsiy xususiyatlarini aytib ta'kidlangan, raqobat kaskin bo'lgan, o'zining shu o'zi puxta bo'lsa tiyilib tushadigan shunday bir jamiyatda, ya'ni erkin raqobat bo'lgan shunday bir jamiyatda bizning yiqilib tushsak o'ylab qo'yadigan keyinimizda hech kim yo'q, ya do'stimiz yo'q, odimiz yerimiz yo'q. Shunday bir muhit yashab qoldik. Bu jarayonda beshimiz kelgan qismatlar bizga nurg'un narsalarni berdi. Bu mangli o'rtaq emas, sizligim o'rtaq, nurg'un odamlarga o'rtaq. Bizning dastlabda shu chatlarga qadamimizni besib olgan ko'rgan kunlarimiz hammamizning o'zimiz uchun bir hikoyalar, o'rtoqlik va xoslik bor deganimdek. Jarayonda shu oiladagi munosabatda shunday o'zaro yaxshi bo'lib, o'zaro hurmatlashib, muhabbat berishib, butun oila bo'yicha andan keyin o'zimizning jamoatiga yaqin turib deganimizda biz Uyg'urlar boshqalarga qaragan vaqtda so'xshilligimiz bir ijtimoiy xalq, ya'ni bir yerga ketib olsak Uyg'urcha naqsh aytib qolsa birisi salom bergimiz keldi, quchoqligimiz keldi. Ha, to'g'ri. Agar borsak Uyg'ur oshxonasini izlaymiz, halol. Deganga o'xshash. Undan shu o'zimizning jamoatni barpo qilib, o'zimizningki yaxshilarga yaqin turib, yomonlarni ijroq turib, shunday yashasak, undan ortiq ishqibak aralashib ketmay, ortiq ishqa deganimizda, masalan, shu Amerika jamiyatida har xil ishlar bor. Har xil ishlar bor. Bularda odamlar o'rtasidagi munosabat chin, ammo so'z. Biz xizmatdoshlar bilan xizmat munosabati bo'ldi. Xizmatni cho'qim yaxshi qilishimiz kerak, ishlarda cho'qim samimiy bo'lishimiz kerak. Samimiylik odamlar o'rtasida bo'lgan munosabat ifodalaydi. Undan boshqa vaqtda o'zimizningki vaqtini ahamiyatli ishlarga, ya'ni o'zimiz ahamiyatli deb qaragan ishlarga ishlatsak, mayli kitob olsun, unvon uchun o'qish olsun yoki xalqning xizmatini qilish olsun, xalqning xizmatini qilish har qaysi shakllarda har xil ifodalanadi. Masalan, bir o'qituvchi odam bo'lgandan keyin mening qila oladiganim atrofdagi yoki menga xat yozgan, o'qiyman aka, menga yordam qiladigan odamlarga yo'l ko'rsatish, maslahat berish,
ularning ba'zi materiallarini tayyorlab berish, maktabga iltimos qilishda yoki bo'lmasa o'qish mukofoti ilishda xatlarni yozib berish, recommendation letter degandek yozib berish degandek ishlar. Ya'ni har odam o'ziningki men nima qilishim kerak, nima qila olaman deganni o'ylab turib, qo'lidan kelganini o'zining qarindoshlarga qilish kerak. Yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Men shu izchil shu xil mavqeda turib keldim shu 20 yillik hayotimda. Men kelgan vaqtda Bostonda tunji Uyg'urdim. Ben kelgan vaqtda tunji Uyg'ur 97-yilning oxirida, 98-yilda bizning sonimiz ko'paydi, 2 o'g'il, 3 o'g'il, aslida ko'paydi. Hozir har holda bir jamoatimiz bor. Boston Uyg'ur tili maktabimiz bor. Demak, jamoatning ishlarini qo'llash, jamoat bilan bir safda turish, kichik insonlarimizga o'qinglarga ishing yaxshi bo'lib ketdi deb rag'bat berish, endi bu bizning bir cho'ng bo'lganligimizning ifodasi, bir ularning aksida qerinishdek yanada keynida turib qo'llash ham bizningki majburiyatimiz, ham shunaqda ya'ni ma'lum men aytgan vaqtda bir shartlik bir ishimiz. Shuna sizlar degan masalaga kelsak, avval o'zimizning shiqti bo'lishimiz kerak, qildigan ishni yaxshi qilishimiz kerak, oilaning ishini yaxshi qilishimiz kerak, bolalarimizni yaxshi o'qitishimiz kerak. Ana shunga bilan birlikda o'zimizningki kayfiyatni yaxshi tutishimiz kerak. Kayfiyatni yaxshi tutishimiz kerak albatta. Chunki sog'lomlik degan vaqtda u jismoniy sog'lomlik bilan ruhiy sog'lomlikning birligi. Biz sog'lom tursak, qarmoq sog'lom turgan bilan ruhiy dunyomizda qalayonchilik chiqsa, kelib chiqsa bu bo'lmaydi. Hayotda besim bo'ladi, nurg'un azobli kulfatli bo'ladi, odam bir-biriga deyolmaydigan, boshqa oshkorlashni xohlamaydigan yoki degil olmaydigan. Men bu shularni aytdim. Chidamchanlik bilan, kuchlilik bilan, sabr bilan yengib kelsak, ishlarimiz yaxshi bo'ladi ekan deb qaradim men shaxsan. Rahmat, shu oxirgi so'zingiz bu daqiqa savolimga toza o'tirib keldi ekan. Hozir shu chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarning ko'pinchisi vatandagi ishlarni o'ylab, vatan seg'inishda pek tushkunlik pek og'ir ekan. Siz bundan qanday qaraysiz va sizning tadbiringiz qanday? Mushatda bir so'z aytsangiz. Men oldi bilan bir inson bo'lgandan keyin menda insonlik tuyg'u bo'ladi, muhabbat, nafrat bo'ladi, g'urur va boshqa tuyg'ular bo'ladi. Bo'layotgan ishlar boshqa Uyg'urlarga emas, bahoma ta'sir qildi. Ammo biz u ta'sir qildi deb o'tasa bo'lmaydi. Shuning bilan birlikda men nima qilishim kerak, nima qila olishim kerak deb o'ylashimiz kerak. Men bir Uyg'urning farzandi bo'lish suhbatim bilan o'zimning ustiga tushgan ishni qildim. Bu gaplarni unda qildim, bunda qildim deyishning hojati yo'q. Chiqib so'zlashning hojati yo'q. Ma'lum ishning bir ishning vujudga chiqishi bir yoki ikki odamning ishi emas, u bir jamoatning ishi. Demak, hamma odam tama kul oladigan o'xshash bir yaxshi ishlarning vujudga chiqishiga vaqt ketdi. Bir yaxshi ishlarning vujudga chiqishda ko'pning aqli, jasarati, fidokorligi va o'zini beg'ishlash ro'yi ketdi. Men shu bir tamchining o'rnida o'zimga tushgan ishni qildim o'sha jarayonlarda. Demak, har bir qitim bir ishni qilgan vaqtda men shu ishimdan albatta men u ishni qilganmasdan atrofdagi insonlarga tegishli ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydim. Dedim, ular o'ziga tushganini qildi. Demak, odam o'zining imkoniyatiga yarasha qiladi. Ba'zilarning imkoniyati bor turib qilmaydi. Biz qilmaydiganlarni o'ziga qo'yamiz, chunki u shaxsning ishi. Ammo bu xalq bizning tarixda misli ko'rilmagan bir qabohatni ko'rsatdi Xitoylarimizga. Ammo inglizlarda bir gap bor, what does not kill you will make you strong deydigan. Seni o'ttiramagan, yo'qlamagan narsani kuchli qildi deb. Biz inshaalloh bu xil qabohatdan qutulib chiqamiz, ammo kuchli qutulib chiqamiz. Lekin bu bir xil umidni qo'llab turadigan bir amaliyot bo'lmasa, u bir xomxayollik bo'ladi. Bu xil umidni reallikka aylantirish uchun bizda imkoniyat bo'lishi kerak. Imkoniyat degan bilimdan, texnikadan, safodan, o'mlikdan, ittifoqlikdan, kuchdan, iqtisoddan, o'zimiz yashayotgan jamiyatlarningki ijtimoiyatiga orilishdan, hokimiyat qatlamlarida vazifa tutishdan nurg'un ishlardan keladi. Ham bu ishlarningki vujudga chiqishda biz sanqilla muhtoj emas, biz yana sifatga muhtoj. Shunga bu sal kang doiralik so'zlanib ketdi. Ma masalaga kelgan vaqtda mening yurtimim boshqa har bir o'zining Uyg'urligini so'ydigan insonga o'xshash, mening yurtimim azoblandi. Shu topdan o'zim azob chekyapman. Lekin biz azob qul bo'lsak, dushman keladi. To'g'ri.
Bichora bo'lamiz. Bichora odamni haqlar o'tab ketsa istaştırıldı. Ama hiç yardım qilmaydi. Masalan, Amerikaning ko'chalarida bor, boshqa davlatlarning ko'chalarida bor. Aqtanlik birdan bir eriq ko'chalarda xonvayron bo'lib ketgan, so'g'da yab yotgan, uy makonsiz qolgan odamlar. Shular askardan bo'lsa, askardan emas. Ma'lum bir sabab ularning turmush usuli yoki ma'lum hayotdagi ma'lum bir tragediya ularni aşağılığa tushirib qo'ygan. Endi uni ma'lum Amerikaning fuqarosi, ma'lum oqtanlik yoki ma'lumchi latino deb bir latinoning biyi yoki Amerikaning biyi uni apirib uy qilib qilmaydi haliqimda. Haliqi yordam qilibchi uni shu holatdan qutqizmaydi. Bularmi hamda hukumatning boj pulidan muayyan ishlarni qiladi, lekin o odamlarda bir xil o'zini yo'qotib qo'yganlik, yo'qotib qo'yish bo'lganlikdan ümidsizlik çökkenlikten İngiliz depression dedim işte düşkünlükten ziyade yaman çökkenlikten hayatın vazgeçip bir gün de aşağı uçup kalgan. Çünkü bu düşkünlük diyemin ait çoğun bir düşman. Düşkünlük olmamasımız için biz konumuzda mehr muhabbetini, söygüne teşvik kılışımız gerek. Biz konumuzda çokum erteki gün, bugün günün yaxşı oldu, kırışsak yaxşı oldu deydiğen ümitinin uçkumunu yapılışımız gerek. Bu kuruq gaplar emas bu. To'g'ri. Amaliy harakat qilishimiz kerak. To'g'ri. Andan mana sizlar Kanadada, men Amerikada biz tanishdik, ko'rishdik. Shuningni ko'z, o'zinglar turning bo'ronlaridek energiyadek yurgansan. Turvatimiz sizning shu bu suhbat taklif qilganinglar men qabul qildim. Mana o'shuning o'zimi o'zaro munosabat qilishmi odamga bir kuch, ilhom hem şuna olan birlikte adamların paranın iş jarayonida adam o'zining kamchiligini tanib yetadi. To'g'ri. Şu an meseleге obyektiv qarash, ijobiy qarash, aqko'ngillik bilan qarash, aldirab kishilardan gumon qilmaslik, aldirab kishilardan og'rinmaslik. Mening undaq bir gapim bor, bir ay chiqarib qo'ydim uni. Aqko'ngillik taqdir deb yozdim, men shuncha yozib qo'yman, bir necha yildan buyon yozib qo'ydim. Kichik narsalarni. Haddidan ziyada ahko'ngillik ahmoqlikdir dedi birov. Faqat bilmaysiz. Men qarko'ngil kishilarning chechan bo'lib arshalarga chiqib ketganini ko'rmadim. Biroq men ahko'ngil kishilarning so'yilib yashaganini ko'rdim va shundaqli yana qarko'ngil kishilarning ladatlanib sesib o'lganligini ham ko'rdim deb yozdim. Asli nima desa, qo'zg'imizni kam tutib, kishilar taklif, fikir, bu bahsa og'rinib ketmaydi. Nima qiladi? Kishilarning sizlarga muayyan tanqidlarni berishi, muayyan fikrlarni berishi, u sizlarningki buning ashlini sizlar bermaysizlar, o sizlarnikini bermaydi. Qarmoqqa bir anglamoqqa sizlarga dushmaniy nazarda fikr qilgandek to'g'ri bilan uni yaxshi tarafdan o'ylash kerak. Men ishlarni, odamlarni yaxshi ko'ngildan da'vat deb o'ylab fikr qildim. Ta qaysi nuqtaga yetsa, shu odam o'zining xarakterini oshkorlamoqchi. Nima desa, ba'zi odamlar bo'ldi. Rasmiy bizning bir gapimiz borku, ma pesanda onusini to'lg'anchaqligim ishlar deb o'tamiz gaplarimiz bor. Hayot bunda odam jiq emas. Az. Ammo ko'pincha kishilarimiz yaxshi. Bu kishilar bizga nisbatan ma'lum masalalarda bag'in ko'z qarashlari, fikrlari qarmoqqa mana bir zarba bergandek, yaptı gap qilgandek bo'g'in bilan bu amaliyotda nima desa, bizga nisbatan bir signal. Kishilar sizlarning texnik yaxshiroq odam bo'lishinglar uchun, sizlardan umid kutganlik uchun shu gaplarni aytadi. Men og'rinib ketmayman bunday gaplar bo'lsa, ranjib ketmayman bunday gaplar bo'lsa, madam nima ish qilaydi men gapni deb o'ylayman. Bir naqdchidan bir-biriga anchalar salomlashib ketmaydi-ku. Yaqin ko'rgan odamlar deyishadi. To'g'ri. Ya Benjamin Franklinning bir so'zlarini ashunda men chiqarib qo'ydim. Nima desa, amaliyotda ba'zida sana yomonlik niyatida bo'lgan, sening bir kamchiligini tutilib, dunyoga oshkorlayotgan odamni xafolab ketma. Sen uni yomonlab ketma deydi. Nimishqa? Sening palonchining, Mamatjonning yomonligini tutib oldi bu manda degan gap, amaliyot cho'ng bir signal sana. Sening jarohatini ichbadi, sen ham jarohatni yaxshilashning o'yida bo'l deydi. Shundan odamlar o'rganishda jamiyatdagi ishlarga
aşında muamele qilishni o'rgandim. Ben masalan bizning yosh chog'larimiz bo'lgan, nima desa, bir odamning gapi, bir ish ko'nglimizga rang qo'ysin, zillab ketgancha. Zil bo'lib ketish pek arzimaydi hayotda. Ya'ni yengil yashashni, odam o'zining bishib tushgan ishni yaxshi qilishni bilish kerak ekan. To'g'ri. Ana atrofliq isil so'zlab berdingiz hamda 4-savol. Sizning shu chet el hayotingizda deb o'tdingiz azroq 20 necha yil bo'ldi dedingiz. Siz yakunlagan tajribalaringizdan yig'inchoqlaganda 3 jumla so'zlab bersangiz. O'ng'ay tushmaydi. Biroq deb qo'ygan bo'lsanglar, lekin shunday bo'lsa, birinchisi, o'nglarning gapi. O'tgan kuningni unutma, shiri cho'rig'ini quritma deydi. To'g'ri. Men nereden keldim? Mening tegim nima? To'g'ri. Men bu kuni qanday erishdim? Men nima qila olishim kerak? To'g'ri. Bilaman? To'g'ri. Ikkinchisi, odam xili bilan deydigan gap bor. Odam xili bilan deganimizda biz kishilik munosabatda do'st tanlagan vaqtda, ma hayotda cho'qim bizdan bir 2-3 sirdishimiz bo'lmaydi. To'g'ri. Ko'nglimiz gaplarni deyoladigan. To'g'ri. Bu do'st aytib muhim hayotda. 1860-yillarda yashab o'tgan Mahmud Sodiq Qashqariy deydigan bir faylasuf adam bor, mutafakkir Qashqarda yashab o'tgan 19-asrda o'ttirsda. Odamga bir gap bor. Dunyoda do'stlar ikki turli bo'ladi. Birinchi xili doriga o'xshaydi. Bu malham bo'ladi, ko'ngling azob deganda. Ishlarda sen diling azob chekkanda shu do'stlarni izlaysan, ular malham bo'ladi deydi. Sizlarga vaqt tilfor qolmay. Bak azob duchorib ketmay. Bu bir. Ikkinchisi, yana bir turli do'stlar bo'ladi, ular kunlik yemak, ichmakka o'xshaydi. Oziqliq o'xshaydi deydi. Bu do'stlaring bilan kunlik hayot ishlaringda nima bo'lsan deydi? Muloqot bo'lsa, body kilish odatga turishda. Chunki odamning o'zi nima desa, odamning ijtimoiyligi bo'ladi-ku. Adam bilan yaqin turmusi, adam bilan paranjib turmusi, suhbatlashib turmusi uchursiz qiladigan gap. To'g'ri. Biz alomat uchurlarga qo'yingan bir jamiyat yashayapmiz. Masalan, bizningki sog'lomlik bilimlarimizdan tortib, hatto mana shu davlatlarda yashayotgan istirohaniyasi tilishdan tortib, salomatlik to'g'risida tilishdan tortib, pensiya puliga qadam qo'yishgacha, qaysi kasb, qaysi xizmat ishlasa, uning nimasi yaxshi bo'lishgacha va hatto o'sha hozir medialarda dunyoni echyapti-ku, hamda o'zimiz mayat turgan bilan o'zim Bostonda men qalbim Qashqarda otishdi vatanda deganga o'xshash. To'g'ri. Biz mayada yashayotgan bo'lsakmi, chiroyimizga kulki jugutishga tirishib yashayotgan bo'lsak, men nima kulib turayotganim? Men shunday yashashga intilayotganligim, bu mening hozir emas. Nimishqa? Mening ichimda nurg'unligan murakkab hissiyotlar. Bo'layotgan ishlar bir normal odamning hamma yerga ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy sog'lomlikka, ma'naviy sog'lomlikka hammaga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri. Endi bu biz bir xil bu yer bir xil ilojsizlik va, bir nafrat va, ochiqlanish va, endi u masalani hal qila olmaydi bu ishlar-chi. To'g'ri. O'zimizni yeb ketib qoldik bu narsa. Shuni qanday qilamiz? Shuna biz haliqi hech kishi qoqshala vermay ishlar buningdan oymanda bo'lib ekan, manda qilgan bo'lsa, manda bo'lib ekan deb faqat qarshi ish qilmaymiz. Manda qilsak, manda bo'lish mumkin degan qiyos bilan ishlarimizni yaxshi qilishning amalini, ishlarni yaxshilashning tadbirini tuzab, shaxsda, kollektiv sifatida shunaqa atlansa bo'ldi deb men qarayman. Bu ikkinchisi. Uchinchi so'z mening bir yozmam bo'ldi. Ojizlikning kuch bor deydi. Shuni deb beramiz. Ojizlikning kuch. Deganim nima desa, to'g'ri. Biz hozir bizning ishongan taqdirlarimiz kiyib yatmay qoldi. To'g'ri. Demak, bu nimani ifodalaydi desa, kuchli bo'l. Sen kuchli bo'lsang, bir chaqda sening "Voy biz tuqqan to'q" desangmi, "Mana sendek tuqqanim yo'q" deb ishtirib atgandimi, yinaga kelib oladi. To'g'ri. Bir chaqda seni dastlab turgan go'ylama titrab oldingda dastlab turdi, nima qilib turdi. Shuning uchun bizda shunday bir kuchli bo'lgan intilish bo'lish kerak.
Çünkü biz aciz, şunun için biz güçlük bo'lishga bo'lgan talpinish bo'lish kerak bizda. İqtisodiy ahvolimiz nachar bo'lgan bo'lsa, boyvachga bo'lgan talpinishimiz bo'lish kerak. Shunaqmi? To'g'ri. Endi yana bir narsa, bu tarixning iqini doim davolib turdi-ku. Bir chaqlarda ustiga chiqqan, iqtisodiy davrilikda shunday bo'ldi. Iqtisodiy davrilikda iqtisod taraqqiyot ustiga chiqib, asta chekinib, tegiga chiqib, yana chiqib shunday bo'ldi. Tarixmi shunday bo'ldi. İctimai qonuniyatlar shunday bo'ldi. Ma'lum paytlar kelgan vaqtda ijtimoiy o'zgarishlar yuz berdi. Bir odamning hayotining mo'chik bo'ladi. Bir sistemaning shu, tuzumning shu, bir hokimiyatning shu, bir xalqning shu. Ammo mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bir shaxs sifatida, bir xalq sifatida kriz duch kelgan vaqtda o'zimizni yo'qotib qo'ymay, muhim umidni yo'qotib qo'ymay, umid bilan birlikda eng yaxshi ota-bobolarimizdan qolgan hikmatlarni o'zimizning turmushimizga tatbiqlab, zamonaviy fan texnika, ilm fan o'zimizning xosligi bilan birlashtirib yo'g'irib buni. İşte bir muayyan bir ilg'am bo'lgan ideologiyani barpo qilib, o'zimizni tarbiyalasak, avlodlarni tarbiyalasak, inshaalloh ishlarimiz yaxshi bo'ladi. Biz kulib yashay oladigan, haqiqiy ma'noda kulib yashay oladigan bir xalq bo'lamiz, Xudoyim buyursa. Nihoyat yaxshi, oxirida shunday yaxshi xulosalab berdingiz. Hamda vaqt masalasi bo'yicha, hamda biz deyishgan bo'yicha 20 minutdan 25 minutgacha deyishgan. Ko'pchilik qarindoshlarning ko'radigan asircha hozir mana 24 minut bo'lib qolibdi. Yangi yil muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Yangi yilda davomli shunday aktiv energiya bilan tininglarning salomat, oilanglarning taqimdan baxtli bo'lishini umid qilma. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Alloh omonat. Yaxshi tilak o'zaro. Amsa sizlarning abonentlarning hammasiga salom. Ma adam ma yaxshi so'zlaydi, ma adamning abonenti bo'laman hocam. Rahmat hamsa. İgidike almışa Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Kentelik bilen adem çırayı Sepişirken kadar kalsın Kentelik bilen adem çırayı Sepişirken